2026 yilgi yangi Chevrolet Silverado bu kuch, ishonchlilik va zamonaviy texnologiyalarni o'zida mujassam etgan yuk mashinasi. Ushbu model Amerika bozoridan import qilingan bo'lib, endi O'zbekiston yo'llarida ham o'zining qudratini namoyish etishga tayyor. Yangi Silverado tashqi ko'rinishi bilan darhol e'tiborni tortadi. Keng radiator panjarasi, LED chiroqlari va aerodinamik dizayni unga jiddiy va zamonaviy ko'rinish beradi. Salon ichida qulaylik va texnologiya uyg'unlashgan. Keng o'rindiqlar, yuqori sifatli charm materiallar, katta 13.4 dyumli sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari orqali sizning har bir safaringiz yoqimli va xavfsiz bo'ladi. Yangi Silveradoda tovush izolyatsiyasi yanada yaxshilangan. Bu esa uzoq masofali sayohatlarda ham tinch va qulay muhit yaratadi. Texnik jihatdan qaraganda 2026 Silverado bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Eng mashhuri 5.3 litrli va 8 benzinli dvigatel bo'lib, u kuchli tortish quvvatini ta'minlaydi. Shuningdek, yangi 3.6 litrli Duramax dizel dvigateli ham mavjud bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Avtomatik 10 pog'onali uzatmalar qutisi esa silliq yurish va tezkor reaksiya beradi. Xavfsizlik tizimlari ham eng so'nggi avlodga mansub, avtomatik tormozlash, yo'lni ushlab turish tizimi, kor maydon ogohlantiruvchisi va orqa kamera kabi funksiyalar haydovchini har doim nazoratda ushlab turadi. Yangi Silverado yuk tashish uchun ham ideal, uning yukxonasi keng, bardoshli va og'ir yuklarni ham oson ko'taradi. 2026 yilgi model yanada mustahkam ramka, yaxshilangan osma tizimi va yuqori tortish quvvatiga ega. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Silverado bu kuch, hashamat va texnologiyani birlashtirgan mukammal yuk mashinasi. Ish, sayohat yoki dam olish uchun u sizga ishonchli hamroh bo'ladi. Chevrolet Silverado 2026 yangi Silverado Chevrolet Import Silverado O'zbekiston yuk mashina avtoyangiliklar Chevrolet 2026 Avtoreview Pickup Truck O'zbekiston Avto. Kalit so'zlar: Chevrolet Silverado 2026, yangi Silverado, Chevrolet yuk mashinasi, import avtomobil, Silverado O'zbekiston, Chevrolet 2026 narxi, texnik tavsif, Chevrolet Review, Silverado tahlil, O'zbekiston avto yangiliklari.